hurmatli tomoshabinlar, bugun sizlarga Sanoat qurilish bank ilovasida bo'layotgan aksiya yordamida pul ishlab olishni o'rgataman. Unda boshladik. Buning uchun Play Market yoki App Store dan Sanoat qurilish bank ilovasini qidiramiz, ya'ni SQB. Xuddi videoda ko'rsatilgan kabi qidiruv tizimiga yozamiz. Aytmoqchi, kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Videoda ko'rganingizdek ilova ikkinchi o'rinda chiqdi, uni o'rnatib ochib olamiz. Ilova ichidagi ba'zi joylarni ekran tasviri qilish taqiqlanganligi uchun e'tibor bilan tomosha qilishni va tushunmagan joylaringizni qayta ko'rishni maslahat beraman. Ilovaga birinchi kirganingizda til tanlash bo'limi chiqadi. Bu yerdan o'zingizga qulay bo'lgan xohlagan bitta tilni tanlaysiz va telefon raqamingizni kirgizib SMS kod orqali tasdiqlaysiz. Shundan so'ng keyingisi tugmasini bosganingizdan so'ng ushbu oyna ochiladi. Bunda o'zi yozilgani kabi birinchisiga ismingizni, ikkinchisiga familiyangizni yozasiz. E'tiborli bo'ling, aksiyada qatnashishni boshlash uchun taklif qiluvchi kodi degan joyga videoda ko'rsatilgan kodni yozasiz. Va videoda ko'rsatilgan joyga tasdiqlash belgisi, ya'ni galchka qo'yib, keyingisi tugmasini bosishingiz mumkin. Va sizda ushbu oyna ochiladi. Bu yerda harf va raqamlardan iborat 8 tarik parol tuzishingiz kerak. Va ixtiyoriy maxfiy so'z kiritasiz va keyingisi tugmasini bosishingiz mumkin. Va keyingi oyna ochiladi. Bu yerda nomeringizni SMS orqali yana bir bor tasdiqlaysiz va parol kiriting degan joyiga boya o'ylab topgan 8 talik parolingizni kiritasiz va kirish tugmasini bosasiz. Va ilovaga har safar kirishda so'raydigan 4 talik pin kod o'ylab topasiz va kiritasiz. Barcha bank ilovalarida bo'lgani kabi ilovadan to'liq foydalanish uchun videoda ko'rsatilgan joydagi tasdiqlash galchkani bosamiz va identifikatsiyadan o'tish tugmasi orqali identifikatsiyadan o'tishimiz kerak bo'ladi. Agarda sizda savol yoki muammolar bo'ladigan bo'lsa, videoda ko'rsatilgan Sanoat qurilish bankining qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilgan holda bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Identifikatsiyadan o'tgandan so'ng ilovadagi aksiyadan to'liq qatnashish mumkin. Buning uchun taklif uchun bonuslar bo'limiga kirish kerak va bu yerda o'z taklif kodingizni olasiz. Va ushbu taklif kodi orqali Sanoat qurilish bank ilovasidan ro'yxatdan o'tgan har bitta do'stingiz uchun 10 ming so'm pul mablag'iga ega bo'lasiz. Va mablag'ni olish tugmasi orqali pullaringizni xohlagan vaqtda yechib olishingiz va xohlagan vaqtda ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Mablag'ni olish tugmasini bosishimizdan oldin ilovadagi yana bo'limiga o'tamiz va bu yerda mening kartalarim bo'limiga kirgan holda va bu yerda tepadagi plus tugmasini bosish orqali Sanoat qurilish bankining virtual kartasini bepulga ochamiz va ushbu kartaga ishlab topgan pullarimizni o'tkazib olishimiz mumkin bo'ladi.